Agar siz dunyoni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, ertalablari uxlab turgan joyingizni to'g'rilashga odatlaning. Agarda siz ertalab o'zingiz uxlab turgan joyini tartibga keltiradigan bo'lsangiz, siz o'sha kuni birinchi vazifani bajargan bo'lasiz. Ertalabdan esa birinchi vazifani bajarilishi keyingi vazifani bajarilishiga sizni ilhomlantiradi va da'vat etadi. Ertalabdan uxlab turgan joyini tartibga keltirish bu kichkina vazifa hisoblanadi. Agarda siz kichkina vazifani bajara olmasangiz, hayotingiz davomida katta vazifani aslo bajara olmaysiz. Agarda kuningiz biron bir sabablarga ko'ra muvaffaqiyatsiz o'tadigan bo'lsa, kechqurun siz uyga qaytib kelganda ertalab siz tartibga solgan joy kutib turadi. Tartibga solingan joyda yotib esa ertangi kunga katta rejalar tuzasiz. Agar hayotingizni o'zgartirmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, hayotingizdagi kichik vazifalarni bajarishdan boshlang.